Urgut, Mo'minobod qishlog'i bugun trendda. Urgutlik obunachimiz mana bu texnikamiz obzorini yaqinda ko'rgandilar. 2021-yil HW 145 Plus Janubiy Koreyadan yaqinda kelgan ideal holatdagi videosini sahifamizga joylagandim. Buni ko'rgan obunachimizga texnikamizni ma'qul kelib, ko'rib mana xudo xolasa baraka qilishdi. Videoga tushishni xohlashmadi to'g'risi. Mana bu trailerga ortilgan Volvo'ni videosini joylagandim, esingizda bo'lsa. Perevalda qamchi dovonida yaqin 2 million prosmotr bo'ldi. Hamma ko'rib boradi. Men videoga tushishni yomon ko'raman deb unamadilar. Men texnikangizni bitta ko'rsatib qo'yay. Mana texnikani o'ta go'zal. O'zlarida 140 talik bor ekan. Mana sherigini olishdi, juplab olishdi, xudo xolasa. Malakali ekskavatorchi obunachimizga texnikaning yangisi muborak bo'lsin. Xudo xolasa 145 hozirda O'zbekiston maxsus texnika bozorida haqiqiy trendda, o'zini chidamliligi bilan, manyovri va xavfsizligi bilan bozorimizda Qozonda xudo xolasa. Bilasiz, bu Janubiy Koreya mahsuloti Cummins motor bilan jihozlangani. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqa Janubiy Koreyadan kelgan, O'zbekistonda ishlamagan keng assortimenti texnikalar qiziqtirsa, sotib olish istigida bo'lsangiz, mana telefon qiling, xudo xolasa ishingizni oson va tez bitiramiz. Urgutli obunachimizga texnikani ajdahosi muborak bo'lsin.